Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. 4-oyning 15-kuni Yaponiyaning bosh vaziri bilan Amerikaning prezidenti ikki davlatning bosh rahbari Oqsaroyda qo'shma bayonot e'lon qildi. Bu qo'shma bayonotda asosliq nuqta qilingan so'z bo'lsa China, ya'ni Xitoy davlati. Yaponiyaning bosh vaziri Suga Yoshida ismini atmoq qiyin ekan. Yaponiyaning bosh vaziri Suga Yoshida bu qitim Oqsaroyga kelib Amerikaning prezidenti bilan bevosita ko'rishib suhbat etdi. Amerika davlati Yaponiyaga jiddiy qarab, bo'libmi Xitoy masalasida Amerika davlati Yaponiya bilan bo'lgan hamkorlikni texmo yuksak darajada kuchaytirib, Xitoy davlatiga taqobil turishda Yaponiya bilan bo'lgan ittifoqdosh hamkorlikni yuksak darajada kuchaytiradigan qadam bosqich boshlandi. Bundaq vaziyatning shakllanishi prezident Trump apandimning vaqtida boshlangan bo'lib, Amerika davlatining sobiq prezidenti Trump apandim bilan Yaponiya davlatining sobiq bosh vaziri bilan suhbatlarni ipag'an va asoslarini solgan. Bu qitim Yaponiyaning bosh vaziri Oqsaroyga kelib, prezident Joe Biden apandim, Amerika tashqi ishlar ministri Blinken apandim qatorliq Joe Biden apandimning xizmat guruhi bilan Sharqiy Osiyo bexatarlik masalasi to'g'risida intayin muhim suhbatlarni ipag'an. Suhbat yig'ini tugagandan keyin Amerika Yaponiya ikki davlatning bosh prezidenti Oqsaroy oldida muxbirlarga qarata axborot yig'ini e'lon qilgan. Axborot yig'inida yaponiyalik bir muxbir Yaponiya bosh vaziridan nurg'unlagan davlatlar Xinjiang masalasi to'g'risida Xitoy davlatiga jazo yurgizdi. Yaponiya davlati nima uchun bunga inkos qaytarmaydi? Undan boshqa Xitoy davlati harbiy aeroplanlari bilan Tayvan havo bo'shlig'iga kirib, tahdid ko'rsatyotdi. Buningga nisbatan Yaponiya qanday inkos qaytarmoqchi deb savol so'ragan. Yaponiyaning bosh vaziri savoliga javob berib, Tayvan va Tayvan dengiz tavalligidagi bexatar va tinchlik masalasi to'g'risida ham u yerning tinchlik masalasini saqlashda biz ikki davlat o'rtaq kelishim hosil qildik degan. Uyg'ur masalasi kelganda Joe Biden apandimmi aktiv va pozitiv shaklda to'liqlab javob bergan. 4-oyning 16-kuni Amerika hukumati rasmiy turda Amerika Yaponiya qo'shma bayonotini e'lon qildi. Bu qo'shma bayonotning asosli mazmuni bo'lsa, Yaponiya davlati Diaoyu orolini qo'g'dashda, ya'ni Senkaku Islandiya orollari. Bu orollarni qo'g'dashda Yaponiya davlati yadro qurollarini ishlatsa bo'ladi deb muhim mazmunni kirgizgan. Qo'shma bayonotda yana Tayvan va Tayvan dengiz bo'g'zining bexatarligini qo'g'dash, zarur tepilsa yadro qurollarini ishiltish. Qo'shma bayonotda yana vatanimiz Sharq Turkiston, Hong Kong qatorliq mazmunlar kirgizilgan. Bu qo'shma bayonotning asosli mazmuni butunlay Xitoy davlatiga taqobil turish shaklda tuzilgan. Amerika Yaponiyaning bu qo'shma bayonoti Xitoy davlatini bearam qilib qolmasdan, ochiq-oshkor shaklda Xitoyning gapi bo'yicha aytganda, Xitoy davlatining ichki ishiga ochiq-oshkor aralashganlik bo'lib hisoblandi. Bu vaziyatni ko'rgan Xitoy hukumatı endi o'tirolmaydi. Bu qo'shma bayonot ikki cho'ng mazmunga bo'lingan bo'lib, birinchi mazmuni bo'lsa, prinsip masalalarni asos qilgan Amerika Yaponiya ittifoqdoshlik qurilmasi erkin demokratiya, kishilik huquqni asos qilgan, davlat butunligi va egilik huquqini hurmat qilgan qatorliq mazmunlar va universal qimmat ko'z qarashlarini asosida qurilgan. Bo'libmi Hindo-Tinch okean rayonlarining bexatarlik masalasini qo'g'dashda Amerika davlati Yaponiya davlatining davlat mudofaa kuchining texmo taraqqiy qilib zo'rayishini, bu jihatda Amerika davlati yuksak darajada qo'llaydiganligini, hatto yadro qurollarini o'z ichiga oladi ekan. Bunda aytganda Yaponiya davlati bundan keyin yadro qurollarini ishiltish huquqiga ega ekan. Ya'ni ochiq qilib aytganda Yaponiya armiyasining taraqqiy qilishi cheklanmaydi degan gap. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Yaponiya armiyasi har jihatdan cheklanib, faqat davlatning ichida o'zini qo'g'dash o'rniga tushib qolgan. Endi Yaponiya armiyasi Ikkinchi dunyo urushi oldidagi holatga keldi degan gap. Yaponiya davlati Ikkinchi dunyo urushida mag'lub bo'lgandan keyin davlat mudofaa armiyasi butunlay cheklanib, urushga kirish salohiyati ilib tashlangan. Ham asosiy qonunmi shundoq yozilgan. Yaponiya hukumati ko'p qitim Yaponiya armiyasini kuchaytirish maqsadida tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin asosiy qonunni cheklab kelgan. Yaponiyaning sobiq bosh vaziri Shinzo Abe asosiy qonunni o'zgartirishga ko'p qitim
tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin Amerika hukumatining qo'llashiga erishamagan. Bu qitim Amerika hukumati cho'ng bir qadam tashlab, Yapon harbiy ishlarining taraqqiy qilishini, hattoki yadro qurollarini ishlatishga ruxsat qilganligi va qo'llashi Yaponiyaning asosiy qonuniga tuzitish kirgizishda cho'ng turkilik rol o'ynaydi. Amerika davlatining bunday vaziyatni yaratishi Xitoy davlatiga taqobil turish, hozirgi Xitoy hukumatini barbod qilish.